Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ana baykimiz ham yetib keldi. Qanaqa model, qaysi modelda replikaligini o'zlaringizga qoldiraman, komment yozib qoldiramiz. Dizaynga o'zlaringiz baho beringlar. Motori kelsak, motorimiz 250 kubalik. Motorimiz Jonshen motordan joylashtirilgan. Yaxshi motorlardan biri. Выхлоп Akropovich. Tormozlari ABS tormozlar bilan jihozlangan. Avariyka, pavorotlar, danniy bijniy, margat bor. Zavod qilingan. Tablolari ajoyib chiroyli tablolardan qilingan ekan. Maksimal tezligi shu 140-160 km/soat. Rasxodi 5-6 litr rasxod qiladi. Bunga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Sergeli Xonobod tabiz. Hop, rangi shundan tillo rangiga o'xshab ketadigan ajoyib chiroyli rang ekan. Ana bitta ovozini eshitamiz endi buni. Ovozi ham ajoyib yoqimli ovoz ekan. Kelaverasizlar ana. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beriladi inshaalloh.